Assalomu alaykum aziz hurmatli Oyyildiz kanalini ko'ruvchi do'stlarimiz. Mana bugun sizlar bilan Afg'onistondagi o'zbeklar yashayotgan Taxxor viloyatidagi qishloqni birgalikda sayohat qilamiz. Ko'rsatuvimiz davom etadi. Yangi Qala degan Taxxor viloyatidagi o'zbeklar yashayotgan tomonlardan biri Yangi Qala bo'lar ekan. O'shanga biz yo'l oldik. Mana do'stlarimiz bilan hozir birgalikda shu yoqqa boryapmiz. Yangi Qala degan Taxxor viloyatidagi o'zbeklar yashayotgan joylarni hammamiz birgalikda sayohat qilamiz. Oyyildiz kanalimizni ko'rishga davom eting, biz bilan qoling. Mana aziz do'stlar, Yangi Qalaga xush keldingiz. Yangi Qala Taxxor viloyatining o'zbeklar yashaydigan qishloqlariga xush keldingiz. Mana bu ko'chalarni ko'ryapsizlarmi? Bu ko'chalarda o'zbeklar yashayotgan qishloq bo'ladi. Yangi Qala degan qishloq işte. Bu Yangi Qala avvalambor Taxxor viloyatini sizlarga tanishtiraman. Taxxor viloyati Afg'oniston shimol-sharqiy qismida joylashgan bo'lib, bu yerda faqat o'zbeklar emas, endi ko'proq xalq o'zbeklar yashaydi. Boshqa tojiklar ham yashaydi, boshqa toifalar ham, qabilalar ham yashaydi, lekin ko'proq o'zbeklar yashaydi bu yoqda. Ana shu ko'rayotgan tomonga yo'l olamiz. Bu yoqda Omi daryoning bitta kichkina naharchasi o'tgan, o'sha yoqda baliq tutishga chaqirishdi bizlarni. Mana shu yoqqa qarab yo'l oldik. Maydamiz asta-sekin yurib ketaveryapmiz. Mana ko'chalarni ko'rsatib yuboraman. Mana shu ko'rayotganingizdek, mana bahor ham yaqinlashib qoldi. Mana Ramazonning 12-kuni ham bugun. Avvalambor ro'zalaringiz ham tutayotgan, toat ibodatlaringiz ham Alloh darg'asida qabul bo'lsin. Mana bugun Taxxorning ko'ryapsizmi? Shollar ham, mana guruchlar ham shunaqa bo'lib qolgan. Ancha sekin yashillik bo'lyapti. Mana kanarimizda ham katta kanor ham suv. Bu yerning qishin yozin suv oqar ekan oriqlardan. Hozir daryo tomoniga qarab asta-sekin ketyapmiz. Mana Yangi Qalaning dehqonchiliklarini ham ko'ryapsiz. Bug'doy va sholi ekishadi bu yoqning xalqi. Mana shu ko'rib turganingizdek, shu tog'ning orqasida aholilar yashar ekan, boshqa toifalar. Mana bu yoqda esa bolalar baliq tutishyapti. Biz ham mana shu tomoniga qarab yo'l oldik. O'zi bu yoq iqlim juda ham tez o'zgarar ekan. Ertalabdan yomg'ir 10 dafa yomg'ir yog'di, lekin quyosh ham chiqdi. Yangi Qala to'prog'i juda ham hosilxiz ekan. Asosiy daryo, Omi daryo bo'ylab vodiylarga yaqin hududlarda dehqonchilik juda ham rivojlanib ketgan. Mana shu hududda iqlim quruqchiligi asosan bo'lmas ekan. Doim mana shu yoqda yağmur yog'ar ekan. Biz ertalabdan beri hech bir kelamiz, bir ketamiz. Endi asosan hozir mana yağmur yog'mayapti. Toshkentga chiqdik. Mana bu arpa ham mana bu yoqlar mana shu ko'rib turganingizdek arpa. Bu yoqning aholisi juda ham arpa ko'p ekishar ekan. Mana bu ko'rib turganingizdek baliq tutishayotgan bolalarning yoniga boramiz. Xulosa mana shu Amudaryo va uning Yangi Qala Taxxor viloyatidagi ahamiyatini sizga aytmoqchi bo'lsam,
Amudaryo Markaziy Osiyoning eng muhim yirik daryolaridan birisi bo'lib, bundan juda ham Tojikiston, O'zbekiston, Afg'oniston shimoli sharqidagi viloyatlar ham bundan bahramand bo'lishadi aslida. Buni oxirisi Turkmanistonga borib, Turkmanistonda Aral dengiziga qo'shiladi. O'zbekiston hududlarida esa Surxondaryo, Qashqadaryo shu tomonlari bahramand bo'lishadi. Bu yoqda esa Tojikiston hududi bor. Mana bu yog'i Afg'oniston, bu yog'i Tojikiston. O'rtada esa Amudaryo bor. Mana bolalar ko'ryapsiz. O'zi bu yog'i chegara, lekin bolalar mana baliq ovlashyapti. Mana bu ko'rib turganingizdek kanal tortib olib ketishgan qishloq ichigacha. O'zi mana shu Yangi Qala degan qishloq boshqa hududlarga ham o'tkazib yuborgan kanallarni, oriqlar orqali suvlarni mana shu tomondan, mana shu bizning mana shu joydan olib ketishar ekan. Aholi ichimlik suvini ham mana shu ko'rib turganingizdek shu loy suvdan shundan foydalanar ekan. Menimcha bu suv juda ham tamiz emas, lekin bu yoqda boshqa ham Daxxor viloyatida juda ham xo'jaliklar bor. Boshqa ham qishloqlar bor. Endi har bir xo'jalikda o'ziga xos qishloqlar bo'ladi. Mana shu Amudaryo bo'ynida Cho'xob, Xo'ja Bahovuddin degan bitta qishloq bor. Bunda qishloq deymiz, lekin O'zbekiston o'zbekchasiga nima deyishgan bo'ladi? O'zbekiston o'zbekchasiga xo'jalik degani bo'ladi. Yangi Qala, Rustoq deyshadi. Juda ham qishloqlar ko'p. Hammasini birma-bir kezamiz, xudo xohlasa. Mana shu O'zbekiston, Afg'oniston o'zbeklarini O'zbekistonga tanishtiraman. Bu yoqning aholisi uchun Amudaryo juda ham katta ahamiyatga ega. Daryo bo'ynida o'tloqlar va hayvonchilik va cho'ponlar uchun ham juda ham yaylovlar juda ahamiyatga ega bo'lib, cho'pondorlar uchun juda muhim Amudaryo bo'yni. Ushbu ko'rsatuvimizda hozir mana ko'ryapsiz. Bu yoqda bolalar o'zi qishda ham endi haqiqatan uncha sovuq emas-da. Bolalar mana ko'ryapsiz, suvning ichiga kirib, bemalol suvni suzib baliq tutyaptilar. Aziz do'stlar, mana Amudaryoning bo'yida Tojikiston chegarasidagi Yangi Qala degan qishloqni ham ko'rdingiz. Bugun o'zi qishloqning ichida insonlar bilan suhbatlashib, insonlarning madaniy va kulturalarini ko'rsatmoqchi bo'ldim, lekin mana bu bolalar bizni ham tasvirga oldi deyshti. O'shaning uchun bular yoniga kelmoqchi bo'ldim. Ana bu natijada Amudaryoning Yangi Qala qishloq hayotining Amudaryodan qanaqa bahramand bo'lishini ham ko'rdingiz. Boshqa videoda ko'rishgancha xayr salomat bo'ling.